Ben bir korkunç çaktım. Hakikaten korkunç çaktım. Ben yaxşı kılanmaslıktan korktum. Ben doğru kılanmaslıktan korktum. Tez ögünenmezlikten korktum. Başkalarının keyinde kılıştan korktum. Ata-anamni ümitsizlendirishdan korktum. Şonlaşkıma her vakit dakki-dükünün içinde yaşaytdım. Çünkü hemmeylen doğru kıldıgan, yaxşı kıldıgan adamlarni yaxşı görürdü. Ben yaxşı görünmey kılıştan korktum. Ben bir işni kılışni oylaganımda etrafımdaki barliq adamlardan maslahat so'rab chiqdim. Ben ulardan mening yaxshi qila oladigan, qilolmaydiganligimni so'raytdim. Va ularning javobidan o'zimga bo'lgan tonishimni shakllantirdim. O'ylab baqsam, men izchil boshqalar menga bergan kimlikda yashab ketdiman. Qo'rqinch zodi nereden boshlandi? Hech kim tug'ilishdan bo'ridan qo'rqib tug'ilmaydi. Lekin cho'ng bo'lish jarayonimizda bo'rining yirtqich hayvon ekanligini o'rganamiz. Tadrijiy bo'ri qo'rqinchlik degan ong kallamizda shakllandi. Bola vaqtlarimda uxlamasam, uydagilar meni bo'ri keldi deb qo'rqitadi. Ular bo'rining kelmaydiganligini biladi. Lekin men bilmayman. Men hammaga ishondim. Shunlashqa ular bo'ri keldi deganida men bo'rining kushildashlarini anglay oldim. Men bo'rining g'o'lashlarini anglay oldim. Nurg'un ansirash va qo'rqinchlarim ana shu bo'riga o'xshaydi. Ovozi bor, ammo o'zi yo'q. 12 yillik majburiy ma'rifni bitirdim. Izchil xato javob berishdan qo'rqdim. Shunga men javob berishdan o'zimni ep qochdim. Savolni xato ishlaganimda ko'pincha tanqidga uchraydim. Men tanqiddan qo'rqdim. Keyin savollardan bezor bo'ldim. Bilish uchun emas, bilmaydi ekan deb qolmasin deb o'rgandim. Nurg'un narsalar asli ma'nosini yo'qotdi. Men oxiri jur'atga kelib kaynimga boqdim. Vaqt mengashdan to'xtadi. Men o'zimdan boshqa hech kimni ko'rmadim. U yerda hech qanday qo'rqinch ko'rinmaydi. U yerda faqat menla bor edim. Ular qo'rqinchli bo'lg'achqa men qo'rqdimmi? Yo'q. Men qo'rqqan bo'lg'achqa ular meni qo'rqitdi. Qo'rqinchim tabiiy shakllanmabdi. Men qo'rqishni o'rganibdiman. Men burilib oldimga qaradim. Ko'z oldimdagi butunlay yangi bir dunyo edi. Men bu qitim yaxshi qildim, lekin qo'rqib emas. Ishonch bilan yaxshi qildim. Men bu qitim to'g'ri qildim, lekin qo'rqib emas, aql bilan to'g'ri qildim. Men bu qitim avvalgidek kuchab yugurdim, lekin boshqalarning keyinda qilishdan qo'rqib emas, balki nishonimga tezroq yetish uchun. Men bu qitim ota-onamni umidlantirmaslik uchun tirishdim. Yaramsiz bola bo'lib qolishimdan qo'rqib emas, balki ularni suyganligim uchun. Men bu qitim xato qildim, ammo qo'rqib ketmadim. Xatoligimni ustimga oldim va uni tuzatdim. Men sovuq suvda yunayotgan 2 haftadan oshdi. Sovuq suvda yunishning foydali taraflari nurg'un ekan. Lekin meni hayajonga solg'ini u emas edi. Har qatim sovuq suvning oldimda shaqirab tushayotganini ko'rganimda badanim titrak boshladi. To'nglig'imni his qilman. Kallamda o'zimni qiynamay issiq suvda yunishni 10 ming qatim o'ylab bo'lman. Lekin men ashu sovuq suvni o'zimning qo'rqinchi deb ko'rdim. Har kuni atigan ana shu qo'rqinchimning ichiga kiraman. U meni haqiqatan qo'rqitdi. Ham birga meni sagitdi. Har qatim yunib chiqqanim men uchun qo'rqinchimni yenginim edi. Har bir qatim uni yenginimda men o'zimni ajoyib xushal his qilardim. Qo'rqinch ana shu sovuq suvga o'xshaydi ekan. Siz uni atrofida turganingizda kollingizda uning qanchalik sovuq ekanligini xayol qildi ekansiz. Agar siz uning atrofida tursangiz, suv siz uchun mangu sovuq betib turaverdi ekan. Lekin siz ko'zingizni yumib, tishingizni tishlab, ichingizda o'zingizni mingtillab uning ichiga kirganingizda, u sizga o'zining o'ylig'inizdek sovuq emasligini isbotlaydi ekan. Sovuq hargiz yo'qolib ketmaydi. Qo'rqinch mana shu. Lekin kelar qatimda men texmi dadil bo'laman.
Chunki men qo'rqinchimda bir qatim yengan. Men uni yana bir qatim yengalayman, tamoman yengalayman. Men nurg'unimizning ma'lum ishlarni boshlashdan qo'rqayotganligini, yaxshi qila olmay qolamanmi deb ikkilanayotganligini, ham bir ishga niyat bog'lab, lekin boshqalar qanday ko'z qarashda bo'lib qoladi deb ansirayotganligini bilaman. Chunki biz mag'lubiyatni ana shunda qo'rqinchliq deb o'rganib olgan. Men sizga bir narsa dey. Har bir hozirning o'zida sanoqsiz ehtimolliklar bor. U har vaqt o'lim bo'lishi mumkin. Men sizdan so'ray. Siz qachongacha ikkilanib o'tirmoqchi? Tak hayotning ta'tir saniqi boshlang'ichimi? Yaxshi qila olmay qolganingiz to'g'ri. Bu sizning nurg'un taraqqiy qilgan bo'shliqingiz borligining ma'nosi xolos. Kishilarning o'xshamaydigan ko'z qarashda bo'lishi muqarrar. Chunki bu dal hayotning sarxilligi. Bular sizning u ishni keyniga ketishtirishingizdagi sabab bo'lib qolmasin. Bo'ri huvlisin. Kishilar so'zlisin. Siz yo'lingizda davomlashtiring. Qo'rqinch ikkilangan siri cho'ng'iydi. Men bugun oldingizda ikkilanmay turib, o'tmishda haqiqatan bir qo'rqinchoq ekanligimni iqror qila olmayman. Chunki men endi qo'rqinchoq emas. Balama men so'qsudi juniornim tashviq qilgandek bo'lib qolmay. Ma og'rib qolmanglar. Ha, qish keldi. Og'rib qolmanglar. Okay.